Assalamu alaikum everyone. Welcome to another lesson. In this lesson, we're going to look at multi-level writing new formats. And another thing to consider is this lesson is being recorded for especially Nur Academy. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor, agar siz darslikka kuzatayotgan bo'lsangiz, audio sizga yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, ekranga yaqinroq kelib oling. Va biz darsimizni boshlaymiz. Ushbu darslikda ko'rib chiqadigan narsamiz lesson plan yozib oladigan bo'lsak, lesson plan qanaqa bo'ladi? Birinchi bo'lib tanishamiz, ya'ni writing new format qanaqa, nechta partdan iborat, shularni ko'rib chiqamiz. Identifying all the parts. Identifying all the parts in writing. Ikkinchi qismimiz nima bo'ladi? How to develop or how to boost writing score. Ana bu darsligimizning asosiy qismi. Endi buni bo'lib chiqaradigan bo'lsak, mana qismlarga, ikkita asosiy qismini bo'limlarga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda ko'radigan narsamiz part 1. Part 1 o'zi ikki qismdan iborat bo'ladi. Qaysiki task 1.1 va task 1.2. Keyin part 2 ko'rib chiqamiz. Nima edi part 2? Qanaqa ajratamiz, savoliga qanaqa tarzda javob berish kerak, shularni ko'rib chiqamiz. Hop, how to boost writing score. Qanaqa qilib writing score oshirsa bo'ladi. Buni birgalikda practice qilamiz. Practice orqali o'rgataman. Okay. So, darsimizni boshlaydigan bo'lsak, demak, biz birinchi o'rinda mana tayyorlangan faylni ko'rib chiqamiz. Allaqachon siz uchun tayyorlab qo'yilgan. Ya'ni writing format haqida. Yana bitta yangilik sizga, misol uchun endi multi-level new format deyishimizga hojat yo'qda, chunki bu allaqachon eskirib bo'ldi, I guess. O'ylaymanki, bu endi new emas. Qachonki sentyabrda oldinroq dars o'tganimda bu new format edi, chunki endigina qo'llangandi. Hozirda bo'lsa bu writing format kiritilganiga deyarli 7 oy o'tib bo'ldi. Demak, biz buni new so'zini o'chirib tashlasak bo'ladi. Shunchaki multi-level writing format deb ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bizda ikkita part bor. Part 1, ya'ni birinchi part ikkiga bo'linadi o'zi. Ikkita qismga bo'linadi. Task 1.1, task 1.2, ya'ni bu yerda ikkita vazifa bor. Part 2 bo'lsa, part 2. Oldingidek essay bo'lmaydi, ya'ni IELTS essaylarga o'xshagan tarzda 250 ta so'z yozishingiz shart emas. Uni o'rniga foreign past shaklida beriladi. Xo'p, birinchi vazifaga biz 50 ta so'z yozishimiz kerak. Around 50 ta degani bu 50 ta atrofi. 50 tadan 60 tagacha yoki 70 tagacha bo'lishi mumkin. Task 1.2 da bo'lsa, biz 120 tadan 150 tagacha. Bunda o'zi chegara berilyapti. Ya'ni 120 tadan ko'p, 150 tadan kamroq bo'lishi kerak. Part 2 da bo'ladigan bo'lsa, bu limit biroz yuqoriroq. Ya'ni 180 tadan 200 tagacha so'z yozishingiz mumkin. Birinchi va ikkinchi vazifani farqi nimada mana bu yerda? Mana birinchi part 1 dagi birinchi va ikkinchi vazifalar farqi shundaki, birinchi vazifaga biz norasmiy xat yozamiz, ikkinchisiga rasmiy xat yozamiz. Norasmiy xat nima, rasmiy xat nima, buni kelgusida practice qilganimizda ko'rib chiqasiz. Ya'ni ushbu darslikda birgalikda practice ko'ramiz. Ya'ni review, tahlil qilamiz yozilgan writing. Unaqa darsimizni davom ettiradigan bo'lsak, boshqa PDF ga o'tib olishimizga to'g'ri keladi. Okay. Boshqa PDF ga o'tib oldik siz bilan birgalikda. Bu yerda darslikda vaqtini unchalik cho'zib yubormaslik maqsadida men allaqachon bitta writingga tahlil qilib chiqdim. Va bu kitob samplelar qayerdan olindi? Albatta, eng katta multi-level kanali multi-level recorddan Abror Rahmatullayev yozgan writinglar. Men buni shunchaki copy paste qilib Wordda o'zim yozgan writing deb ko'rsatishim mumkin, lekin bu shunchaki ko'zbo'yamachilik bo'lib qoladi. O'sha uchun men sizga rostini aytaman va bu kitob PDF-ni ham sizga tashlab beraman. Xo'p.
Bu kitobda 20ta real exam questionlarga Abror Rahmatullayev shaxsan o'zlari sample'lar yozib ko'rsatgan. Va shulardan bittasini biz bugun tahlil qilamiz. Xo'p, hamma shartida, ya'ni misol uchun PDF oladigan bo'lsak, mana bu PDF shartida aytish bo'yicha you are a student, the local museum manager sent you this message. Ya'ni mana bu birinchi qismi sizga holatni, vaziyatni umumiy bildirish uchun berilgan bo'ladi. Qisqacha qilib aytilgan bo'lsa. Keyin task 1.1 da nima qilishingiz oddiy va oson so'zlar bilan tushuntirilgan bo'ladi. Task 1.2 da nima qilishingiz ham xuddi shu tarzda tushuntirilgan bo'ladi. Part 2 part 2 qismi qanaqa bo'ladi? Part 2 da boya aytganimdek forum post. Forum post nima o'zi? Bu qanaqadir meeting, uchrashuvda qatnashasiz va u yerda o'rtaga bitta savol tashladi. Sizning vazifangiz bo'lsa, o'sha savolga to'g'riligicha qolipga tashlagan holda, paragraflarga bo'lgan holda javob berish. Paragraflarga bo'lgan holda degani nima? Birinchi kirish qismi introduction, undan keyin body 1, birinchi tanasi deylik endi, bodysi. Keyin ikkinchi paragrafga o'tamiz va oxirini conclusion, xulosa bilan tugatishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi buni sharti bilan tanishib olsak, vaziyat nima, holat nima haqida gapiryapti bizga? You are a student at the local museum, manager sent you you're a student and the local museum sent So, one second. You were a student and the local museum manager sent you this message. Siz o'quvchisiz va museum menejeri sizga message jo'natdi. I'm a little bit tired. Ishdan bugun kuni bilan ish bo'lgan va hozir biroz charchaganim uchun so'zlar ham kelishmay qolyapti. Sorry for technical issues like that. Hop, dear visitor, qadrli tashrif buyuruvchi, we are planning to improve our local museum and we would like to hear your suggestions. Ya'ni biz o'zimizni mahalliy muzeyimizni rivojlantirmoqchimiz va bunda siz bizga yordamingiz kerak deb yordam so'rayapti. Nimalarda maslahat kerak bo'ladi? What new exhibits would you like to include? Qanaqa inshootlar yoki shunga o'xshash san'at asarlarini qo'yishimiz kerak deb o'ylaysiz? What facilities or services should we improve? Qanaqa xizmatlarni kuchaytirib berishimiz kerak yoki what events could be organized to attract more visitors? Qanday qilib ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilsak bo'ladi? Mana bu 3 ta narsa bo'yicha sizdan maslahat so'rayapti va oxirida aytyapti, bu lecture manager tomonidan yozilgan ekan. Ko'p hollarda eslab qoling. Ya'ni part 1 qismida multi-levelda shartida doim manager, company director, xullas kattalardan sizga xat keladi. Tushundingizmi? Yuqoridagilardan xat keladi va u xat sizga holatni tushuntirib berish uchun keladi. Buni hech qanaqa writingga aloqasi, ya'ni writing yozganingizda bundan ko'chirmaysiz. So'zma-so'z ko'chiradigan bo'lsangiz hammasini bu xato bo'ladi. Buni o'qish orqali siz vaziyatdan xulosa chiqarishingiz kerak. Nima sodir bo'lyapti, nima ro'y beryapti, shuni topishingiz kerak. Hop, task 1.1 ga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda aytish bo'yicha classmate'ingizga email yozing va unda nimani aytish kerak? Mana bu yuqorida so'ragan narsalarga sizning maslahatingiz qanaqa? Shuni bildirishingiz kerak. 50 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Task 1.2 da aytish bo'yicha endi menejerga xat yozamiz, ya'ni rasmiy xat va bunda boyagi bergan task 1.1 da bergan fikrlarimizni to'liqligicha ochib berishimizga to'g'ri keladi. Part 2 da bo'lsa berilgan savolni mag'zini chaqib, ma'nosini tushunib, unga yondashgan holda javob beramiz. Many students are choosing to study abroad. Is this a positive or negative development? Ya'ni ko'p o'quvchilar nima qilyapti? Chet elda o'qishni istayapti. Bu salbiy ta'sir ko'rsatadimi yoki ijobiymi? Shuni so'rayapti bizdan. Xo'p, task 1.1 responsga qaraydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek qisqa, lekin yuqorida so'ragan hamma narsani beryapti. Birinchi gapingiz doim hol-ahvol so'rashdan bo'ladi. Hol-ahvol so'rash bilan boshlaysiz. Undan keyin maqsadingiz nima yozishda? Mana menejer menga xat jo'natdi va nima istayapti menejer sizdan? Sizni fikrlaringizni istayapti. Shuni yozgansiz unga bildirish uchun vaziyat. Undan keyin o'zingizdan yuqorida so'ragan suggestion, fikrlaringizni berib o'tyapsiz. Bu yerda 3 ta strong point berilgan. Bittasi add more interactive exhibits, ikkinchisi
improve seating, uchinchisi fun events and offer discounts. Nega bularni rang bilan ajratib qo'yganman? Sababi aynan xuddi shu fikrlar Task 1.2da kengroq ochib berilyapti. Tushundingiz-a? Va oxirida mana so'rab qo'yapti. Seni fikring qanaqa bu haqida? Nega so'rayapti? Sababi mana bu yerda aytib o'tdi shartida. Hop, birinchisi aytganda mana events they think will make the museum better deyapti. Ya'ni ular o'ylagan fikrlari, maslahatlari haqida ulardan so'rang degan. Biz bo'lsa o'zimiz maslahatlarimizni berdik va oxirida ulardan ham so'rab qo'ydik. What do you think? Shartiga mos kelyaptimi? Yes, mos kelyapti. Xo'p, endi pastga tushamiz. Formal letter'ni task 1.2da birinchi qiladigan ishingiz bu kirish qismi bo'ladi. Uni yozib bilish kerak. Misol uchun xatni yozishingizdan maqsad nima? Birinchi yozayotgan gapingiz shu haqida bo'ladi. Buni har xil qoliplarga qo'yib bersangiz bo'ladi. Misol uchun boshlanishi bir xil baribir dear sir or madam deb boshlaysiz va qoliplarga qo'yganingizda qanday bo'ladi? Qoliplarga qo'ygan vaqtingizda mana bu I'm writing toni almashtirsa bo'ladi. Thank you for letting me know about the recent change. yoki the reason why I am writing this letter to you is that deb fikringizni ravon tarzda unga yetkazib berasiz birinchi kirish qismida. Bu yerda aytyapti I'm writing to suggest several improvements for our local museum. Ya'ni ba'zi o'zgarishlar, ba'zi improvements degani rivojlantirish kiritish uchun beradigan maslahatlarimni aytaman deyapti. I believe these changes could make it more attractive and enjoyable for a wide range of visitors. O'ylaymanki, mani takliflarim senga yordam beradi. Nima uchun? Ko'proq tashrif buyuruvchilar jalb qilish uchun, ularga muzeyingni yanada qulay his qildirish uchun meni maslahatlarim senga yordam beradi deb ishonaman deb aytyapti. Xo'p, mana bu kirish qismini tugatib oldik. Bu yerda ko'rib turganingizdek ikkita gap bo'lyapti va bu yer keyin davom etishda aytasiz mana one important improvement firstly yoki to begin with deb boshlaysiz bo'ladi. Har xil boshlash mumkin. Birinchi barini boshlayapsiz bu yerda va aytayotgan narsangiz o'zi aslida mana bu yuqorida bergan birinchi fikringizni ochib beryapti. Shuning uchun ikkalasi ham qizil rangda. Bu yerda add more interactive exhibits degan bu yerda ham xuddi shu fikrni bergan va uni ustiga qo'shimcha qilib misollar ham keltirgan. Mana buni rangini o'zgartiradigan bo'lsam siz yaxshiroq ko'rasiz buni. Introduce more interactive exhibits, for example, digital screens, audio guides, hands-on activities could make visits more engaging, particularly for younger people who prefer modern learning methods. Hop. Mana bu yerda to'liqligicha ochib beryapti o'sha yuqoridagi fikr. Undan tashqariga chiqmayapti, e'tibor bering. Hop. Keyingi qismda mana badiiyga ulashdan oldin bitta kirish qismida gap yozyapti. Tepada one important improvement deb boshladi. Bu yerda bo'lsa another area that could be improved is overall facilities. Overall facilities mana bu ikkinchi qismida aytuvdi mana. Improve seating and make the place more comfortable. Mana. Joyni ham nima qilish kerak bir vaqt o'zida. Joyni ham qulay tarzga keltirish kerak bir vaqt o'zida deyapti. Buni biz yashirga olgandik, to'g'rimi? Endi mana bu ikkita fikrini mana bu bodyda ochib beryapti. Better lighting, yaxshi yoritish tizimi, comfortable seating areas, qulay o'tiradigan joylar, o'rindiqlar, clearer directions would help visitors feel more relaxed and move around the museum more easily deyapti. Ya'ni ba'zi narsalarni keltirib, misol shaklida bular tashrif buyuruvchilarga yordam beradi. O'zini experience, taassurotini yaxshi taassurot olib ketishiga. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak. O'sha ikkinchi fikrni ochib beryapti. Xo'p, uchinchi barida bo'lsa, bilib turganingizda mana sezganingizdek, payqaganingizdek mana bu uchinchi fikrni ochib beradi qisqacha qilib. Mana aytyapti. It would be also beneficial to organize regular events such as guided tours, special exhibitions, an educational workshop for students and families va hokazo. Xuddi shu tarzda uchinchi fikrni ham ochib berdimi bu? Yes. Demak, hammasiga
task response bo'ldi. Hammasi ketma-ketlikda, tartib bilan, asta-sekinlikda ochib berildi. Hamma fikrlar, misollar keltirildi. Demak, endi qiladigan ishimiz shunchaki chiroyli qilib yakunlab qo'yish. Yakunlash uchun qoliplarni gaplar yod deysizmi? Xohlasangiz o'zingizdan to'xtatishingiz ham bo'ladi. Misol uchun mana bu gap qolipniki emas. I believe these suggestions would greatly improve the museum. Men o'ylaymanki, bu maslahatlar muzeyni yaxshigina rivojlantiradi. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa qiyin vocabulary ham topmaysiz uncha. Faqat ehtiyotkor bo'lish kerak. Qisqartmalar ishlatilmaydi bunda. Keyin undan tashqari formal so'zlar bor shunaqa. Rasmiy so'zlar. Shularni yod olish kerak. Hamma so'zni ham ishlatilishi kerak emas formal writingda. Mana bu birinchisida farqi yo'q, nima qanaqa so'z ishlatsangiz. Tushunsa bo'ldi, lekin ikkinchisida unaqa emas. Hamma so'z ham ishlatib bo'lmaydi. Xo'p, davom etamiz. Part 2 da nima qilyapti? Part 2 da topikni bildik. Ko'pchilik chet elga ketyapti ekan o'qishga va o'qishga ketayotganligi o'sha ish-harakat salbiy ta'sir ko'rsatadimi, ijobiymi? Shuni bilishimiz kerak. Introduction vazifasi nima? Introduction vazifasi bu yerda birinchi o'rinda topikda bitta paraphrase qilib tashlaydi. Mana bu gapgacha paraphrase qilingan, berilgan topik. Davomidan bo'ladigan bo'lsa, davomidan nima qiladi? Davomidan sizni fikringizni ochiq, ravshan aytib beradi. Siz o'shanga ijobiy fikr deb o'ylayapsizmi, salbiy fikr deb o'ylayapsizmi? Mana bu yerda o'zingizni shaxsiy fikringizni, pointingizni berib bo'lganingizdan keyin introductionda bodyda davom etyapsiz. Qo'shimcha fikrlar bilan uni yoritish uchun. Firstly deb mana bu yerda bergan asosiy fikri bu fikri shundaki, educationni, ya'ni ta'lim sifatini yanada yaxshilaydi, chet elda o'qiydigan bo'lsa. Qanday qilib? Chunki ularda imkoniyatlar ko'p, yaxshi bilimga ega bo'lgan o'qituvchilar ko'p va shu bilan birga kurslari ham ancha ko'p. Bu sabab bo'ladi nimaga? Ta'lim sifatining yaxshilanishiga. Natijada nima bo'ladi? As a result, students can improve their knowledge. O'zini bilimini rivojlantiradi, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi and gain valuable qualifications va yaxshigina xalqaro tanilgan malakaga ega bo'ladi. Va ko'p davlatlarda ishlay oladi degani bu. This is significantly increase their chances of finding well-paid job in the future. Kelajakda shu malakasi, shunaqa xususiyatlari bilan yaxshi to'lanadigan ish topadi deb aytyapti. Birinchi badiydagi demak asosiy fikr higher quality of education ekan. Ikkinchi badiyga o'tyapmiz. Ikkinchi badiyda living in another country helps students become more independent and reasonable. Mana asosiy fikrini mana topic sentence'da aytib o'tyapti. Mana bu badiyda nima deyman degan savolga men birinchi gapda o'zi javob beraman. Tepada ham shunaqa edi. Undan keyin sekin-sekin ochib ketadi. Bu fikrga support qilib nima beryapti bu? Aytyaptiki, ular mustaqil va mas'uliyatli bo'ladi. Nega? Qanday qilib? Shuni izohlaydi endi. Xo'p, hamma ishni o'zi qiladi, oilasini yordamsiz dedi. Mana bu gapda misol uchun. Ikkinchisida davomida aytyapti, turli xil madaniyatlar, turli xil tillar, turli xil urf-odatlar hammasi sababchi bo'ladi ular dunyoqarashini ochishiga va communication skills improve qilishga, ya'ni suhbatlashish jarayonida qobiliyatlarni oshirish uchun rol o'ynaydi deyapti. However dedimi, demak unga qarshi point beradi, kichkinaroq bo'lsa ham. Studying abroad can also be challenging as it may be expensive and some students may feel homesick or face language barriers, especially at the beginning. Bu yerda berayotgan negative drawback, ya'ni inkor fikri shundaki, aytish bo'yicha ba'zi o'quvchilar yil boshida ko'proq uyda qolish xohlaydi, til bo'yicha muammolarga duch keladi gaplashishda va shu bilan birga o'qish kontraktining qimmatligi ham ularga qiyin bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, bu kichkina muammochalar. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, ikkita katta plyus jihat aytdi va bitta kichkinagina muammocha berib ketdi. Bu degani hali ham u fikrdan qaytmadi. O'sha boshida ijobiy fikr deb hisoblaganda, shu uchun ham ko'p plyus jihatlarni berib o'tyapti essayda. Va forum postda ham xuddi essaydagi kabi in conclusion deb oxirini xulosa bilan tugatish shart. Aytish bo'yicha although there are some difficulties, ba'zi qiyinchiliklar bo'lsa ham, qaysi qiyinchiliklar? Mana bu oxirida aytib o'tgan qiyinchiliklar aytyapti.
Ba'zi qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan, studying abroad offers great opportunities for personal and academic growth. Ya'ni agar chet elda o'qiydigan bo'lsa ham uni shaxsiy ham akademik jihatdan o'sishiga yordam beradi. Therefore, it's understandable why so many students choose the path nowadays. Va shu uchun ham bu tushunarli, ravshanki, nega o'quvchilar hozir boshqa davlatlarni tanlayapti o'qish uchun. Tushundingizmi? Ya'ni part 2 shakli shunaqa bo'ladi. Demak, part 2 da birinchi introduction, keyin body 1, body 2 va oxirida conclusion bilan yakunlasak, juda ham chiroyli qolipga tushadi. So, I think that's it. Nothing more to say left unsaid. Like, hech narsa gapirilmay qolmadi. Darslik bo'yicha hamma narsa tushuntirildi sizga. Va bu darslik tagidan qo'shimcha skrinshotlar, mana bu PDF varianti, bu PDF ichida 20 ta yana shunaqa esselar bor. Ya'ni writing savollariga javoblar yozilgan. Hech qanaqa kamchiliklarsiz yana. Agar siz mana bu birinchisini tushuntirgandek qolganlarini ham birma-bir tahlil qilib, lug'atini olib, qolipini yodlab olsangiz bo'ladi yoki esda qolib ketadi qancha ko'p o'qigansangiz. Shu narsalarga amal qiladigan bo'lsangiz, writing score is automatic tarzda ko'tarilib ketadi, boost bo'ladi o'zi. Misol uchun hozir mokda 40-45 chiqavergan bo'lsa, bularni tahlil qilganingizdan keyin men sizga aytaman, mana bu writing balingiz chiroyli ishlaydigan bo'lsangiz, chin dildan tahlil qiladigan bo'lsangiz, anchaga ko'tariladi. Kamida 5-6 ballga ko'tariladi. Lekin C1 levelda bo'lsangiz, uje C1 leveldan yuqoriga chiqishi biroz qiyinroq. Ya'ni C1 leveldan mana yuqoriga chiqib borish ancha qiyin bo'ladi sizga. Misol uchun 65 bo'lsa, 66, 67, 68, 69 ga ko'tarish sal qiyinroq va ko'proq vaqt talab qiladi. So that's it. If you need any more exam advice, I'm here to help. Ask me anything you want if you need some advice. So take care. See you later on the next lessons. Goodbye.